Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi kuningiz fayzli, xayrli va barakaga to'la bo'lsin. Yana siz bilan efirda qalbingizga yaqin, samimiy so'zlar ila hamroh bo'luvchi sevimli boshlovchingiz Baxt. Bizdan uzoqlashmang, chunki hozir siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz. Yana bir yurakka iliqlik ulashamiz. Eshitishda davom eting, eng chiroyli lahzalar hali oldinda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Suhrobning telefon raqamlarimi? Suhrob bo'lasizmi? Ha? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Doimo yaxshi kayfiyatda, xotirjam qalb bilan har kuningiz barakali, har qadamingiz xayrli va fayzli bo'lishini tilab qolamiz. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt aloqada. Eng ulug' ne'matlardan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxt ila tavallud yomingizni qarshi olayotganingiz alohida saodatdir. Bu kun siz uchun oddiy sana emas, bu Alloh bergan umr, mehr va imkoniyatlarga yana bir bor shukr qilish, yangi umidlar, oldinga qadam qo'yish kunidir. Rahmat katta. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Qalbingiz doimo xotirjamlik va quvonchga to'la bo'lsin. Yaqinlaringiz ardog'ida, oilangiz bag'rida baxtli yashang. Har bir niyatingiz ijobat bo'lib, qilgan ezgu amallaringiz o'z samarasini bersin ilohim. Aytganingizga yozib. Bugungi tabrik sizni juda ham yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz tomonidan yo'llangan taxminlaringiz bormi? Kimlar nomidan deb o'ylaysiz? Kim tomonidan? Men bilmayman. Taxmin qilib ko'ring. Xayolingizga kimlar kelyapti? Onam bor hayolimda faqat. Mashalloh, topdingiz. Xayolingizga kelgani bu onajoningiz va mehriboningiz, sizni chin dildan yaxshi ko'radigan, sizni oq yuvib, oq tarab, bor mehrini berib voyaga yetkazgan onajoningiz Ozodaxon opa, mehribon singlingiz Sevinchoy hamda momolaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz va tog'alaringiz nomidan yo'llangan edi. Ha? Rahmat katta. Hammasiga arziysiz. Suhrob, ular sizni juda ham sog'inishdi. Sizning musofirda eson-omon yurishingizni, sog'-salomat holda uyga qaytishingizni har kuni duo qilishadi. Ayniqsa yosh bolalardek sodda va beg'ubor yurak bilan tezroq kelsin, yonimizda bo'lsin deb kutishyapti. Ularning qalbidagi sog'inch va mehr duolar sizni doimo asrab yursin. Rahmat. Hurmatli Suhrobbek, ular sizning qalbingizni yanada quvonchga to'ldirish niyatida yuraklarning eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir bor samimiy tabrik yo'llashgan. Uni sizga eshittirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Mayli. Onajoningizning dilnomalari kelib chiqqan, unda o'qib eshittiraman. Jonim o'g'lim Suhrobbek, bugun seni dunyoga keltirgan kunim. Bugun yuragim yana o'sha iliq lahzalarni esladi. Seni birinchi bor bag'rimga bosganim, hidingni tiyganim, yuragim qanday titragani faqat Alloh biladi bolam. Sening har bir qadam bilan ulg'ayganingni ko'rib, ichimda qanday quvonch jo'sh urganini so'z bilan ifodalay olmayman. Sen men uchun shunchaki farzand emassan. Sen mening yuragimning bir parchasisan, duolarimning ijobatisan o'g'lim. Bolam, sen qayerda bo'lsang ham yuragim sen bilan. Har tong qo'llarim duoda ochiladi. Har kechada Allohdan seni omadligingni asrashini so'rayman. Musofirda bo'lsang ham bilgin, sen kutayotgan bir yurak bor. U ham bo'lsa onaning yuragi. Seni sog'inaman bolam. Ovozingni eshitgim keladi. Yonimda kulib turganingni ko'rgim keladi, lekin bilaman sen kuchlisan. Hayot yo'lida o'z o'rningni topayotgan o'g'lonsan. Ilohim yo'llaring doimo ochiq bo'lsin. Qadamlaringga nur yog'ilsin. Seni yomon ko'zlardan, yomon yo'llardan o'zi asrasin. Qayerda bo'lsang ham Alloh panohida bo'lgin bolam.
Men seni juda yaxshi ko'raman. Bu dunyoda senga bo'lgan mehrimni o'lchaydigan hech narsa yo'q. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin jonim o'g'lim. Seni sog'inch duo qilib yashayotgan onangdan deb qoladilar. Rahmat. Hammasiga arziysiz, hurmatli Suhrobjon. Suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham onajoningizga qalbingizning eng chuqur joyidan ayta olmay asrab kelayotgan so'zlaringiz bormi? Bor, albatta. Bemalol aytishingiz mumkin. Yo'q, buni birovga ayta olmayman o'zidan boshqa. Unda qalbingizning tub-tubidan yangragan tilaklaringizni, so'zlaringizni ammalaringizga, xolalaringizga, tog'alaringizga, momalaringizga va onajoningizga, singiljoningizga bemalol aytishingiz mumkin. Hammasi telefonda aytadigan gaplar emasda. Tilaklaringizni aytasizmi? Yo'q, aytolmayman. Nozim studio. Tushunarli. Xo'p, yana bir bor qalbingizga to'la ezgular bilan sizni ushbu quvonchli kun bilan muborakbod etamiz. Hayotingiz har doim mehr, baxt va barakaga to'la bo'lsin. Qalbingizdan quvonch, yuzingizdan tabassum arimasin. Sizga sihat, salomatlik, uzoq va barakali umr tilaymiz. Har bir kuningiz yangi imkoniyatlar va chiroyli xotiralar bilan bezalsin. Hurmat va ehtirom bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'ldi. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Hammasiga arziysiz. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. La 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 la, la la la. Bolajonginam, yuragim parchasi,
parchasi, umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi.